Assalomu alaykum, hurmatli YouTube do'stlar. Mana yangi pechkalarimiz kelibdi. Shularni obzoriga mana ustalaridan hozir xarakteristika so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Charchamasdan. Shu pechkalarni bir obzor qilsak. Pechkalar endi katyollarimiz bor. Ha? Katyollarimiz bor. Aka, asosiy katyollar 100 kvadratdan 150 kvadratgacha joylar istadigan katyollarimiz bor. Masalan, 100 kvadratlik katyollarimiz 2 kitobli hisoblanadi. 2 kitobli 100 kvadratli joyda istadi. Bu degani 5 ga 3 dan bo'lsa 4 ta xonangizni istadi bemalol. 4 ta xonangizdan 30 kvadrat 6 ta xonangizni istadigan nimalar bor. Yana endi bular 3 kitobli. 3 kitoblilarimiz bor. Bu 3 kitoblilar 130 kvadratgacha istadi. Bularning endi rasxoti. Bular endi hali gapga nima bo'lsa, Rasxotni aytish kerak. rasxoti bularni sutkasiga 24 soatiga aka 40 kilodan 55 kilogacha rasxot bor. 40 kilodan 55 kilogacha. 55 kilogacha rasxot bor. Xoka, ha? Xoka ham, katta ko'mir ham, yirik ham, areshga ham solaveradi bular. Yana bularda rasxoti jinday ko'proq. 50 kilodan 60 kilogacha rasxotlari bor. Necha sutka yonadi endi bu? Bir sutkasiga. Bir sutka Endi maydan 150 kvadratligimiz bor ekan. 150 kvadratlik katyollarimiz 2 kitobli, tik kitobli. Bular 150 kvadratgacha. Bular ham 40 kilodan 50 kilogacha rasxoti bor ekan. 40 kilodan 50 kilogacha. 50 kilogacha rasxot. Endi yolg'on bo'lmasin. Bu kattani ham 250 280 kvadratgacha joy istadigan katta katta. 250 280. Ha, 250 dan 280 kvadratga. Bu rasxoti jinday ko'proq bo'ladi. Qancha buniki? Buni rasxoti 60 kilodan 70 kilogacha. 60 kilodan 70 kilogacha. Qachonki sovuq kunlarda, issiqmalari kunlarda kamroq ko'p rasxot qilmaydi. 4 kitobligimiz bor. Bu 4 kitobli yoki 3 kitoblida. 4 kitobli. Bu ham 200 kvadratdan 230 kvadratgacha beryapti bularda. 200 dan 230 gacha. Bularning ichi 2,5 bo'ladi. Tashi 4 lis bo'ladi. Qalinligi. Qalinligi. Bu kattasi qanaqa? Bu kattalar katta 350 kvadratgacha. 350. 350 kvadratgacha. Bu ham xuddi shunday 2,5 ichi bo'ladi, tashi 4 lis bo'ladi aka. Endi narigilarni ham ko'rsak. Gaz bor joylarga bularni beryapmiz. Bular 100 kvadratdan 120 kvadratgacha istadi. 3 kitoblilar. 100 kvadratdan 120 gacha. Ha. Bularning narxi 1.400.000 so'm. Jinda kam bor ekan. Bular 4 kitobli. 120 kvadratli joylar bemalol istadi bularda. Mo'si bor kattaroq 4 kitobli. 130 kvadrat, 40 kvadratgacha bemalol istadi. Gazi bor joylarga beramiz. Bular gazli, ha? Ha, gazi ko'p joylarga. O'tinga ham, ko'mirga ham yonaveradi. Endi ko'proq gazi bor joylarga bularni tavsiya qilamiz. Gazi bor joylar. Va endi kommunikativ bular? Bular aqlli, ha. Ochiq sistemaga ishlaydigan. Bular nima? Bular Oqlar. Bular hammom pechka deydi bular. Hammom pechka? Hammom pechka, aristoni bor. Tay tepasi bor ekan. Bular 1.400.000 so'm. 1.400.000 va 1.400.000. Ko'p pechkalarimiz bor bu yerda. Bular 2 xonalikni istadi, 2 ta xonali. 2 xona. Bu ham gazmi, o'tinmi? Bu ham o'tin, gaz hammasiga ketadi. Bularda endi ovqat qiladigan uslugasi bor. Bularda ovqat qilsa ham, boshqa qilsa ham o'ta qulay. Keyin duxovkasi bor bularda. Duxovkalilar bemalol liskasi bo'lar ekan. Ko'za sho'ra bemalol pishiraveradi. Bularning listi qalinligi
Turli bo'ladi. To'rtlik. Qalin Mana ekan bu. shuni buni orqasi xuddi shu. Bu ikkinchi xonani Ha. istadigan joy. Endi mana bunaqa kichikroq nimalar bor. Bular ikkita xona, kichik xonaga qo'yadigan. O'tkasi ko'char joylar. Bular ham hamma narsa, gaz u o'timi hamma yo'q. Hamma yo'q, ketaveradi bulardan, yoqaveradi. Mana bu ajoyib pechkani ham bir ta'riflab bersangiz. Bu ham bundan oldin ko'rsatgan pechka. O'tinga, gazga, ovqatga qiladigan pechkalar bular. Isitishga xudo xolasa garantiya beramiz. 2%. Bunaqa pechkalar bor, ekonom pechkalarimiz. Endi yangi pechkalar bor ekan. Ajoyib bu. Bu qanaqa endi buni ishlash Bu ekonom pechka. Ekonom pechka? Ekonom pechka. Bular qulayligi choylar qo'ysa ham tushmaydigan. Yana qulayligi bor. Buni qulayligi yosh bolalar kelib chaynak qo'yasizmi, boshqa qo'yasizmi, tortish olmaydi. Yosh bolalar uyga mashina qo'y. Udobliroq.